Hayotdan hamma narsani erishganingdan keyin o'zingga skromniy Porsche 911 targ'ib olasan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Izohlarga qoldiringlar fikrlarni. Nech pul shu mashina rastamoshkasi bilan O'zbekistonda turadi? Yopilishini biz ko'rdik. Endi ochilishini ko'ramiz. Juda ham chiroyli ochilinadi. Bu joylarga borsangiz, bitta ochasiz, hamma ko'zlar faqat sizlarga qaraydi. Endi bitta savol elektrokar minadigan odamlarga nimaga sizlar Porsche olmayapsizlar? Shu savolga javob beringlar menga. Saloniga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli, sariq qilingan. Kim Porsche salonini ko'rmagan bo'lsa, mana sizlar uchun shu saloni. Endi orqada ham o'rindiqlar bor. Ochilishi mana shunaqa bo'ladi. Orqaga o'tib olasiz. Endi men nima aytasiz shu mashinani haqida? Men bilmayman, to'g'risi. Mashina juda ham zo'r, juda ham chiroyli. Ko'pchilik BMW ga yopishadi. BMW upravleniyasi zo'r. Hammanglar bilasizlar, nomer 1 upravleniya bo'yicha baribir Porsche bo'ladi. Endi O'zbekistonda yashab bunaqa mashinalarni ko'rib juda ham mazza qilamiz. Yaxshi ham hozirgi davrda, hozirgi paytlarda har xil mashinalar chiqyapti. Endi biz ham mazza qilib kartinkalarda qaramaymiz shu narsalarni, hayotda уже ko'ryapmiz. Hammaga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Izohlarga o'zingizlarning fikringizni e'tiboringlar, baho beringlar shu mashinaga va aytgancha litri, qancha litrli mashina, dvigatel bilan jihozlangan shu mashina aytinglar. Faqat sizlar uchun hozir ovozini eshitasizlar. 1 2 3. Ajoyib.